Assalomu alaykum. Yaqindagina men bir holatga o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. Ikkita maktab o'quvchisi endi hozir misol 10-11 sinflar 17-18 yoshli yigitlarda ketyapti, yo'lda ketyapti. Men qarama-qarshi tomondan kelyapti. Ikkalasi shunchaki yonma-yon kezaku mayli xo'p indamay qaramay o'tib ketaman. Lekin ikkalasi yonma-yon kelyapti-da, ikkalasi ikkita qo'l bilan bir-birini ushlab olgan. Bittasi chap qo'li uni o'ng qo'lidan ushlab olgan, uni o'ng qo'li buni chap qo'lidan ushlab olgan. Qizlarga o'xshab yetaklashib yuribdi-da, bular o'ngisiga irshanglab kulib. Shu ikkita bolani oldidan qanday o'tib ketishni bilmay qoldim. Orqaga qaytsam, u ham bo'lmaydi, ularni yonma-yon ketganda bo'lib qolaman. Yana uyalmaydi. Bir-birini qo'lini silab ushlab ketib boryapti. Ya astag'firulloh. Bu nima degan gap?